Assalomu Andijon avtosalonidan sizlarga очень lегкий bo'lgan obzorni ko'rsatamiz hozir. Maytga nimalar terishib qo'yib, nima deysizlar bir. Oho, tabletkalar qo'yib qo'yibdi, orqada kapsulalar turibdi, propanga. Nima deyapti? Ono ablisovka nimaniki? Mana u ablisovka. Ono ko'rsatgan qaranglar, trekker shekilli menimcha. Voy, palyonlari, kovilari, maslalari bilan, filtrlari bilan qo'yibdi. U yangi chiqqan kovli o'ziga. Xullas akalar, bo'lib to'lashga deysizlarmi, boshqa deysizlarmi? Xullas, baholat tejovur qila olasizlar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aytib berishim mumkin. Tashqariga kobalt terib tashlagan bor-ku. Nimaliganda kobalt legenda bo'lib turibdi. Mana mabodo kimga qanaqa bir qiziqqan bir informatsiya kerak bo'lsa, qaysidir bir mashinani baholasa aytib beraveraman. Ancha ichiga kirib qoldim. Shu temadaman men o'zi akalar. Shu temadaman. Hozir bank ochilishini kutib turibmiz. Mana baholasa bir yengil to'lov qilarsak